Xush kelibsiz. Bugun bizda Yagona TV kanali mehmon. Xo'p, kanallar do'stlar 3 ta streyga polni tak tugman kanal yo'q bo'lib ketgandi. Ushbu kanalni mana bugun ochib berdik. Soat 14:22 do'stlar. Mana yarim soat ham bo'lmadi hali. Kanalni ochib berdik. Xo'p, kanal qanday qilib ochdik? Kanalga do'stlar 3 ta strey tushgandi. Shunaqa narsa bor do'stlar. Misol uchun sizlarda o'zingizlarda real videolar bo'lsa, boshqa bir odam sizlarga misol uchun kanallarni yopib yuborish uchun yoki bo'lmasa boshqa bir maqsadlarda streyk tashisa bo'ladi. Mana shunaqa streyk tashlab bu kanalimizni mana 12-mart sanasida qabul qilib olgandik. Bugun 26 bo'lsa necha kun bo'lyapti? 12 kunmi atrofida ochib berdik kanal. O'zi bir oyga ochib beramiz deb asosan zakaz olamiz. Mana streyk tashlagan odam bilan sudlashib, streyklarni olib tashladik do'stlar. Mana SMS ham turibdi. Uje mana streyklar olib tashlandi va kanal bugun ochildi do'stlar. Xo'p do'stlar, mana shunaqa streyk agar kanallar tak tugman yo'q kelsa ham tiklasa bo'ladi. Ayrimlarda masalan ko'proq obunachi 100 ming 200 ming obunachi bo'ladi-da, soxta streyklar tashishadi, keyin pul talab qilishadi. Qanchadir ber deyishadi. Keyin ular o'sha pulni berishga majbur. Unda shart emas. Kanalga streyk tushsa, agar siz prav bo'lsangiz, shu joyi bor lekin diqqat qilinglar, siz prav bo'lsangiz, sizning videongiz bo'lsa yoki sizning mahsulotingizni olib ishlatgan bo'lsa kimdir, bizga aloqaga chiqsanglar, biz kanallarni yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham qaytarib tiklab beramiz. Faqat u ham aytib o'taman, 50 ga 50. Ayrim kanallar tiklanadi, ayrimlar tiklanmaydi. Ish jarayoni qiyin, ayrim payt bir oy undan ko'proq ham vaqt ketadi, ayrim payt ochilmasligi ham mumkin. Lekin ochilsa, shu minimal xizmat narxi bizda $100 dan boshlanadi do'stlar. Mana streyk yo'qotib berish, bir dona streyk yo'qotib berish $100 dan boshlanadi. Bu kanalimizdan 3 ta streyk yo'qotib berdim adashmasam. Lekin umumiy jihatda shu $100 ni qaysidir gaplashgan, yodimda yo'q xullas. Lekin bitta streyk do'stlar yo'qotib $100 dan boshlanadi. 2 ta 3 ta bo'lsa ham masalan arzon qilib berishimiz mumkin. Masalan 2 ta bo'lsa ham 100 olishimiz mumkin. Endi bu kanalga, siz topadigan daromadingizga boshqa narsaga qaraladi. Qisqasi do'stlar, mana nechtasini olib tashladim qo'yinglar. Bitta streyk, diqqat qilinglar. 2 ta streyk, 3 ta streyk. Birdaniga do'stlar 3 ta streyk olib tashladim. Kanalda 4 ta streyk bor edi. 3 tasini olib tashladim. Mana kanalda do'stlar bir dona streyk qoldi. Zato kanal ochildi. Kanallar ochildi mana. O'sha bu yoqqa xudo xolasa endi bu yoqqa bemalol ishlayveradi. Xo'p, qiziq tarafi streyklar do'stlar olingandan keyin videolar ham tiklanadi. Videolar ham tiklanadi, 3 ta video ham tiklandi. Ayrim payt video tiklanmasligi ham mumkin, bu joyi ham bor. Shuni ham hisobga olish kerak. Masalan, mana videomiz tiklanibdi. Qani ko'raylikchi. Ha, o'sha mana olib tashlabdi lekin bunisi o'chib ketibdi. Birinchisi, xo'p ikkinchisini ko'raylikchi. Ayrim payt tiklanadi, ayrim payt o'sha yo'q ketadi do'stlar. Mana videomiz mana ko'rib turibsizlar, tiklanibdi lekin. Ustozlar bayrami bilan tabrik degan video. Xo'p, 5 oy oldin yuklangan ekan, videolar o'chirib tashlagan bo'laveradi. Qisqasi do'stlar, streyk tushgan bo'lsa, kanal tiklasa bo'ladi. Xizmat narxi $100 dan boshlanadi. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 99lik 791 32 32 nomerimiz do'stlar, bemalol chiqaverasiz. Salomat bo'ling. 99lik 791 32 32.